Assalomu alaykum akaxonlarim, mana sizlar uchun yana zo'rlardan deganman. Har doim alhamdulillah Allohning izni bilan zo'rlarni ko'rsatib turibmiz. Xo'rozimizga bitta baho berib yuboramiz akalar. Ko'ringlar, xo'rozimizni holati zo'r ekan. Brama patlariga e'tibor beramiz akalar, oyog'iga. Hammasini holati yaxshi. Ikkita tovuqchamiz ham bor ekan akalar, Brama. Bular ham sotilar ekan. Hammasini narx-navosi bilan sizlarga ko'rsatib ketamiz endi. Akalar e'tibor beramiz. Bittasi tug'ar ekan, bittasi tuxum qo'yib turibdi ekan, ikkinchisi ham menimcha tug'yapti deyishdi. Havo sovuq bo'lgani uchun, misol issiqroq joy bo'lmagani uchun bittasi to'xtadi deyishdi. Mana akalar ko'rib olamiz. Xo'rozimizga gap yo'q. Mashalloh, Allohumma barik, Alloh barakali qilsin. Lekin chiroyli ekan. Oq xo'roz bor uyga shayton kirmaydi degan hadis adashmasam agar sahih bo'lsa, mana bitta sizlarga yaxshi variant akalar. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, xo'rozni 200 ming so'mdan, ularni 150 ming so'mdan beraman deyaptilar. Dastavkasini qilib berib yuboramiz deyshapti. Kelishiladi yana dastavkalari. Xo'p, yana ham savdosi bor. Nomerlarini pastda yozib qoldiraman. Bemalol o'tib savdo qilsalaring bo'ladi. Mana holatini ko'ringlar. Yeb ichish, sog'ligi hammasi yaxshi ekan. Endi sal tulashga kelibdi bular, e'tibor bermaymiz. Xudo xolasi tovuq xo'roz tushunadigan akalarimiz uchun zo'r variant.